Agar sizlarni ham uylarda yoki tanishinglarda mana shu qo'g'irchoq bo'lsa, уже hozirdan ehtiyot bo'lishni boshlashingiz kerak. Bu o'yinchoq oxirgi yillar juda ham populyar bo'lib ketdi. Onlayn и даже O'zbekistonga ham yetib keldi. Magazinlar sotayotganini men ko'rdim. Lekin o'zi bu o'yinchoqni Labubuni Pazuzu degan shayton bilan assotsiatsiya qilishyapti. Bu то есть demonik nima? Xaosni olib keladigan shayton. Odamlar o'zini uyiga xohlab olib kirsa, keyin uyda уже как бы effektini berishni boshlayotgan ekan. Katy Perry'ga bitta fanat shunda mana shu o'yinchoqni berayotganda konsertida mikrofon bilan urib uchirib yuborgan, to есть menga narsani bermagin deb. Ko'p odamlar hozir TikTokda ham viral bo'lyapti bu videolar. Olganidan keyin hayot qanaqa o'zgarib ketganini tushuntiryapti. Bir xilla вообще tushlarim yomon bo'lib ketdi deyapti. Или qanaqadir kechqurun unaqa scratchlarni eshityapman deyapti. Bola bittasi даже videoda жалоба qilgan, to есть oyi qarang, Labubuni ko'zining rangi o'zgarib qoldi degan. Meni bitta hayron qoldirgan narsa, даже bu narsa Simpsonning epizodida ham chiqqan ekan. Gomer zombi bo'lib qolib, mana shu trendlarni ko'rib, bolasiga shu Pazuzuni olib kirib beradi, ana qiziga. Keyin u ham ozgina o'ynab, ko'zi qizil bo'lib, u ham zombirmi bo'lib yuradi epizodida. Shuning uchun agar sizlarning ham uylarda mana shunaqa narsa bo'lsa, сразу tashlab yuboringlar, olmanglar, o'zbek blogerlarga iltimos qilardim, bu narsani продвигать qilmanglar.